Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar. Davlat tomonidan qo'yilgan Toshkent Krasnodar направлениyasidagi reysimiz xudo xolasa mana chiqib ketmoqda. Xudo xolasa muntazam ravishda haftaning seshanba hamda juma kunlari reyslar o'z vaqtida amalga oshiriladi. Birozgina vaqtlarda Checheniya vaqt bo'lishi mumkin, 1 soat, 1,5 soat. Apazdan, lekin to'xta to'lmasa yuradi. O'zbekiston nomeridagi avtobuslar. Oldin Qozog'iston rossiyskiy nomerda chiqardik, borib pasportimizni olib qo'yishardi, kutardik, 1-2 chiqib ketdilar. Lekin hozir prema O'zbekiston o'zida o'tiryapmiz. Shunga ham biroz Xudoga shukr deyilarish kerak. Shunday sharoitlarni qilib berayotgan yurtboshimizga rahmat aytaveraylik. Nolurmasdan, akalar, ukalar, mana narxlari nech pul berdi aka? Assalomu alaykum. 915 ming to'lab qo'yibmi? Как положено. Oldin Qozog'iston nomeriga ketgansiz. Siz nech pul berdingiz akajon? 915 ming so'm berdingizmi? 5 toni. Kim ketmoqchi bo'lsa, mana akalarimiz ketyapti. Qalaysiz aka? Yaxshimi? Nech pul to'lov qildingiz aka? 915 ming so'm. Yaxshimi? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Девушка-xon, как dela? O'zbekcha bilasizmi? Mana sinimiz ketyapti, avtobus yoqdimi sizga? Tavsiya qilsa bo'lar ekanmi? Mana kim ketmoqchi bo'lsa, shunday komfortabelniy avtobusda. Mana Sergelinskiy brata, assalomu alaykum. Как dela, brata? Avtobus нормальный, да? Biletlar как pul? Nech pul to'lab qo'ydingiz? 915 ming so'm. O'zbekcha tarif. Oilaviy ketishyapti mana. Opajonim, assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz? Buxoroyi Sharif, nima deysiz? Tavsiya qilsa bo'ladimi? 915 ming so'm to'lov qildingizmi? Mana akalar, ukalar, hamma klientlarni so'rab chiqyapmiz. Adreslarimizga kelsak, adreslarimiz Qo'yli vodiy bitadi. Ketmoqchi, kelmoqchi bo'lganlar shunday bo'lib ekranlar turibdi. Tanlovda adashmanglar, baliqchilar akalarimizdan ham so'rab bering, nima deysiz baliqchilar aka? Nech pul to'lov qildingiz? 900 lishni pul olmadimi hech kim sizdan? Rozimisizlar? Akalar bergan pullarga hammalar rozimisizlar? Rozimisizlar? Qattiqroq gapiring, bormi? Mana xudo xolasa avtobusimiz ketmoqda, sizlarga oq-yo'l tilaymiz. Sog' salomat manzilga yetib olinglar. Hammalarga rahmat, sog' salomat bo'linglar, layklardan yemanglar.